bemor kelgan ortopediya travmatologiyaga va oyog'ida juda kuchli og'riq. Hech kim bilmayapti nima hisobiga. Davolangan, unga borgan, bunga borgan, hech narsa yordam bermagan. Ortopediya travmatologiyada ham ko'p vertebrologlar, ko'p shifokorlar ko'rib chiqqan, topolmagan. To есть endi ko'rmagan, yo'q, hamma yaxshi, zo'r deganda, keyin biz ko'rsak, MRTsini eng chekada foraminalniy grija turibdi. O'sha foraminalniy grija bu eng skritniy, haligi ko'rinmaydigan joyda chiqadiganda, bu mana nervsi bu yerda chiqadigan joy foramin deyiladi-da. O'shani tagida chiqadi. Endi ko'pincha 95-98% grijalar o'rtada chiqadi. Hamma endi shifokorlar hamma o'rtaga e'tibor beradi-da. Orqa miyani holatini ko'radi, tam nerv chiqadigan joyini ko'radi. U chiqadigan joyini ravotida turadi-da. Shifokorning tajribasiga bog'liq. Ya'ni tajribasi pastroq bo'lsa, buni o'tkazib yuborishi mumkin. Agarda sizlarda ham grija muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, darhol bizga uchrashinglar mumkin va sizlarga eng to'g'ri yechimlarni qilib beramiz.